mashina o'zi kam rasxod qiladi-yu, nimaga propan qo'yiladi, gaz qo'yish nimaga kerak degan savolga yana bitta javob mana Tracker 2 birli Xitoy motor, GDI motor. Klapanlarning ichini ko'rishlar mumkin. Qorayib ketgan mana. Videoda ko'rinyaptimi? Benzinni yomonligidan shunaqa holatga kelgan mana. Klapanlar ko'ryapsizlar ichlarini. Mashinaga yangiligidan o'xshab propan gaz o'rnatib qo'yilsa, shunaqa holatlar bo'lmaydi. Keyin iloji boricha toza benzin quyib yurish kerak. Keyin gazda yurganingizda mana shunaqa muammolar bo'lmaydi. Shuning uchun ham propan qo'yiladi. Faqat pulda ekonom qilish uchun emas. Yomon benzindan qochib ham propan qo'yiladi mashinaga. Bu GDI motor Tracker 2 imizga ham propan o'rnatilyapti. Hozir kollektorlarni yechib qo'yganmiz. Soplar naylon qo'yilgan. Ichkarisi ham bu taraflari haligi yomon benzindan anaqa bo'lib ketgan ekan. Qorayib ketgan ekan hozir. Bunaqa motor yuradigan sredstvadan sepib qo'yganmiz ichiga. O'tib tozalanyapti ichlari. Bunaqa qorayib, mumga o'xshab ketgan ekan qorayib. Nafaqat bu Tracker 2 GDI motor, boshqa любой turdagi GDI MP motorlarga qanaqa Malibu'mi, Haval, Cherry, o'zimiz mashinalar farqi yo'q. Har qanaqa mashinaga sifatli propan metan o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, nomerlar qoldiramiz.